Ya dadamdan biraz kalkan bolsa. Tulanını da efendim basman tutmagan bolsa. Qanday yayı xato mablag' sotib soldim. Qanday adam bilan shirk qilib zen tatib ketdim. Nice. Dilbarxon senga ruxsat kimdan oldingiz? Nima ish qilibsizlar deb qo'ymaysiz? Ha? Oshxonaning qaysi bilamsiz yo'qmi? Oshxonada hech qanday qoida bundan burunmi? Bundan keyin o'zgarmaydan o'zgarib qolgani yo'q. Diqqat qiling juma. Ruxsat olamiz, og'anikin batay xodimi da'vatimiz. Ruxsat berish qilibdi-da. Bo'lmay qolsa Arslonjon Kongon yozib qo'ysa 3 kunlik mashina tutiladi degan gap. G'azal ila jiq mashina bütün aramlik 3 kun ruxsat 3 kunlik mashina tutvas mel degan. Mishadagi ustam sharoit mulomat hammadan ruxsatni deymiz. Ma yozg'izib etmasak ma aytib Kongon deb yozib qo'ysa qanday qilamiz? Oyog'i mashina qatqancha voy men batim deb yugurib chiqsam yani şu an. Men deb qo'ygan, Mehmetjon deb qo'ygan, Azizang deb qo'ygan, muxtorlar ben deb qo'ygan insonlar. 15 kun o'tib bo'lgan ishni biz qanday eslay olamiz? Siz bilmaymsizmi boshqani qaysi qaysi qilmaydi? Dilbarxonga hozir kelgan emas, biladimi shuni? Absalom deb qo'ymabdi. Ruxsatni bizdan so'rab qolgandan keyin cho'qim men da'vat asmi mangdim jumang. Devatlar. Bu bizning iqtisodiy manfaatimizga bevosita chitilib qolishmoqi. Qisqasi hammalar bayan men degan masaladan boshqa masalalar olmi bor. Men qisqa deb qo'ydim. Tuzib olsak bo'ladi, o'ngishib olsak bo'ladi. O'ngishib bo'la? Ha. Ruh qoldi hammalar. Boş efendim başkanısı mevcut bulup tursa bizning turmushimiz kabayat iyi bo'ladi, maoshimizni joyida olamiz, turmushimizni joyida qamdaymiz. Biz sabablik ailemizdagilar mush pulni haydotida. Endi bo'lganda uydagilar vermay haydot qilib olmaydi. Ha. Ota-onamizni birimiz, xotin bolalarimizni birimiz, ha, shoyit bola muhabbatlarimizni birimiz, nurg'a ishlar bor. Ha, qiz bola haydaslar, o'zing kiyim-kechak, grim buyumlar olasizlar. Mana mushu naq mush efendim choy ta'miri va efendim mazik ta'mirida topgan pulning mig'ziya deyish bo'ladi. Shu bundan keyin hammalar o'zimiz bor bo'lgan masalani tuzib, ama loban ko'mabdi, bilmabdi ketdi bana. Men oshxona kelgan bajab qilganlarni bir-birlab deyalayman. Lekin o'zimni sanmayman, o'ngshasa tuzalsa bo'ldi, xatolamay inson yo'q. Men o'zim o'tkazgan xatoligimni deyalayman. Qanday yay xato mablag' sotib soldim, qanday odam bilan shirk qilib zen tatib ketdim, din tatib bilaman. Men shu 17 yoshga vaqtimda, shu 100lik vaqtim boshlab haqida shirk qildim. O'shadan boshlab shirkdan voz ketdim men. Köye zaptım ben tıkamada. Aksuz köyde Türkiye'me 17 yaş vaktimde. Enver'de battım. Kalktın 50 kilo, 100 kilo, 200 kilo gevazın alımen cımda. Yolda gitip kurak tutup gevaz. Ayında tüzlük kalkan ben. Onun ki nurga işini kıldık mesela. Ben satmaya işimi kalmadı valla. 5 motelek sütün başlayıp lampun sattım, sey sattım, göz sattım. Nurga işini kılıp azıcık gün kaldık. Şu an kadilimsek olmaydı. Tulanını da efendim basman tutmagan bolsa, ya dadamdan biraz kalkan bolsa da ben bu da kal çapanım ki. Kallandan onu bımçı öyle ben Aziz seyyad bo'lgan bo'ladida. Shunga ma'lum men bir-birlab mo'sillab sizlab topgan pulga ochqa ochqani bor. Shunga men qadilmisam bo'lmay to'g'ri shunga bilamda. Valloh men bek boshqa xatib boshqa bekga qildi emas. Ha, to'xtab turing. Yo ben bizning manfaatimizni o'ylab gap qilyapti-da deganni o'ylanglar bilamda. Ha, unda qolib qolsa, mashina joyida qilamiz. Bir non qo'ymsak ikkini yeymiz deganda. Tushib yiqachiq qo'ymsak chiqar yesak bo'ladi, lekin saktin sirti tomoq yemaylar. Boshqalardan yegan bo'lamiz. Yani birga materialni bir tijimiz ham bo'lmaydi ekan. Material chiqib ishib ketsa bo'lmaydi. Topgan pulimizdan material chiqmasa gaplashmaydi. Men material chiqarsam, ijod to'lsam, suv puli, tok puli, gaz puli to'lsam, aqasini bersam, menga qalsin ey. Yalchanning pulisa, qog'oz bo'lsin, bos menga foyda qolsin bilamda. Ha. Unda sen bilan ish tutsalar.